Xorazm kulollari uchun bu san'at, tarix va muhabbat manbai. Aynan bugun biz tuproqdan shakl topgan san'at turiga sayohat qilamiz. Xorazm tuprog'i go'yo she'rdek, hunarmandlar esa bu she'rni ko'ngil charxi bilan yuzaga keltiradi va shu tarzda har bir idish, har bir naqsh orqali Xorazm nafas oladi. Asrlar domiga cho'mgan bu hunar tarixiy qadriyatlarimizning ham jonli timsolidir. Xorazmda kulolchilik 100 yillar davomida shakllangan hunarlardan. Bu yerda tuproq oddiy yer emas, balki ilhom va muhabbat hamdir. Kuzatayotganingizdek, oddiy loy suv bilan uyg'unlashtirilgan holda qayta hayot bag'ishlanmoqda. Usta Rahim Mirdo ota Xorazm kulolchiligida eski texnologiyani saqlagan holda keyingi avlodga yetkazgan hunarmandlardan. Ahamiyatlisi, bugungi kunda Xorazmda ular avlodlari bu hunarni davom ettirishmoqda. Mana shu biz yashab turgan Madir qishlog'ida 19-asr boshlarida 18 dan ortiq do'kon ishlagan ekan. Bunda 100 dan ortiq kulollar yashab ijod qilishgan. Hozirgi kungacha kelib, mana faqat biz saqlanib qoldik, davom qildirib kelyapmiz. O'sha paytdagi ustalardan juda katta Madir qishlog'idan juda mashhur xon ustalar yashab ijod qilishgan ekan. Bu ustalarimiz Xivada qadimgi shu maqbaralarda choshinpazlik bilan qatnashgan ekan. Yosh bolakayni hunarmandchilikka bo'lgan qiziqishi bizlarni ham hayratlantirdi. Allaqachon 7-avlod vakili ham kulolchilik sir-asrorlarini o'rganishga kirishgan. Mazkur dastgohning o'zida kulol mahoratini ishga solgan holda 70 turdan ortiq mahsulotlarni yasashi mumkin. Tayyor bo'lgan mahsulotga milliy naqsh namunalari chiziladi. Shundan so'ng 1150 darajada pishirilib, qarabsizki, san'at asari tayyor. O'zbekistonda kulolchilik maktablari ko'p. Xorazm maktabi ulardan ajralib turadi. Xorazm kulolchiligini qadimiyligi mana shakl, naqshlardan va asosan shu ranglardan farq qilib turadi. Endi kulolchilik tarixiga nazar solsak, bu Xorazm kulolchiligi antik davrdan rivojlanib kelganligi bizga ma'lum bo'lgan. Zangori kulolchilik maktabining 5-avlodi hisoblanaman. Otalarimizning yonida loy o'ynab, gul chizib, o'ynab ana shuni o'rganib kelganmiz va hozirgi kunda xuddi bizdek farzandlarimiz, nevalarimiz ham shuningdek shu yonimizda yurib, sir-asrorlarni o'rganib kelmoqdalar. Hunar ustasi nafaqat asar yaratadi, balki kelajak avlodga yo'l ochadi. Xorazm kulolchiligi faqat ish emas, falsafadir. Bu naqshlar shunchaki bezak emas, ular Xorazm havosi, me'morchiligi, hatto dutor sadosining ifodasi. Har bir chiziq ruhning harakati. Kulolchilikda yaxshi shogird bo'lib yetish uchun kamida 10 yil, 12 yil muddat kerak bo'ladi. Mustaqil ijodimizga ham bu yerga 30 yildan oshib qoldi. Yillar davomida orttirilgan tajribalarni endi e'tiborga oladigan bo'lsak, bu ko'pincha koshinkorlik san'ati bilan shug'ullanyapmiz. Koshinkorlik san'atini shu yangi qurilib turgan o'zimizni zamonaviy me'morchiligimizda hozir bezak sifatida qo'llanib kelmoqda. Bu qo'limdagi bodiya asosan Xorazmimizning eski shakllaridan hisoblanadi. Bu osh yeyish uchun tayyorlangan. Bir dona bodiyani tayyorlashning o'ziga shogirdlar bilan ishlaganda 20 kun vaqt ketadi. Farzandlarimiz, o'g'lim, qizim, jiyanlar bilan oilaviy hozir ish yuritib kelyapmiz. 10 ga yaqin shogirdlar o'rganib olgan bu kasbni kulolchilikka. Bugun Xorazm kulolchiligi nafaqat mahalliy, balki xalqaro sahnada ham o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Onlayn platformada sotuv turizmidagi qiziqish va ko'rgazmalar orqali bu hunar yangi hayot kasb etmoqda. Asosan talab Xorazm kulolchiligining ko'pincha eski buyumlariga, shakllariga talab ko'proq. Mana yaqinda Koreya davlatidan buyurtma oldik. Qadimiy shakldagi bodiyalarimiz va kichkina chanoqlarimizdan buyurtma oldik va shuni yetkazib berdik. Qo'lda yasalgan choynaklar, ko'za va laganlar 100 yillardan beri saqlanib, ular bugun ham xonadonlarning ziynatiga aylanmoqda. Bu kulolchilik kasbi asosan menga bobo meros kasb bo'lib kelyapti. Kulolchilik kasbini otam Odilbek Matchonovdan
o'rganyapman. Esimni taniganimdan beri shu loydan har xil hushtaklar, o'yinchoqlar yasab, kulolchilikni sir-sinoatlarini asta o'rganib kelyapman va shu yo'nalish bo'yicha ham Urganch davlat universitetida tahsil olyapman. Kulolchilik buyumlarini chet ellik sayyohlarimiz ham kelib, ko'rib, hayratda qolib ketadilar. Shunaqa payti faxrlanib ketaman. Eng katta maqsadi kulolchilik kasbini yanada mukammal o'rganib, bizdan keyingi avlodga milliy ko'rinishda o'rgatib, yanada yuksaltirish. Ayniqsa, Xonqa va yan-yariq atrofidagi mahalliy kulollar loyni o'ziga xos usulda tayyorlab o'tmish bilan bugunni bog'laydigan yuksak san'at namunalarini yaratishmoqda. Ayni paytda biz turgan mana shu muzeyda 5 avlod vakillarining hunarmandchilik namunalari o'rin olgan. Aynan qo'limdagi san'at asari ham bir asrdan ortiqroq tarixga ega. Xorazm mana shunday jarayonlarga guvoh hudud. Endi esa dunyo sahnida ro'y berayotgan voqealar bilan tanishamiz.